3. qism. Tushdan keyinlik darsda muallim ko'zimga boshqachalar ko'rinib ketdi. Qaramay desammi, ko'zlarim uning chiroyiga, muallimning ishxonasida ko'rgan ishtonsiz putlarga ketib, shu topning o'zidimi uni ishdan yo'q holatda tasavvur qilib o'tadi. Muallim munbar oldida dars so'zlab o'tadi. Mening xiyolim xonim bilan yangi keldaxonning boya men ko'rgan ishlar ustida agib yurgashga, yuzlarimning kulib tortishib qolganini sezmabdiman. Bir chaqda yenimdagi sayfidan nuqib turib sat olaydi. Men bo'lding ey, dardidek yejibli o'ltirsan-ku. Muallim qaravatida savol so'rab qolsa javob beramay ishib turasa ile, do'stga diqqat qil. Ha, turisham oshgan. Men bayinim dedim, javob ber baqa. Nima haqida so'zladim? Chortli esimda yo'q. Xiyolim boshqa ishda bo'lg'achqa, muallimning eg'izining midirlig'ini bildim-yu, nima deganiga faqatla zan qo'ymabdiman. Sayfiddinning tiligining muncha tez ijobat bo'ldig'ini na'dim bilay? Asta o'rnimdan turib, levimni tishlab, zuvan surmay turdim. Sayfiddin menga yana birini olib yetib, boya muallim o'tgan darsning mazmunini to'liq deb birdam sayirdi. Ha, yaxshi. O'ltira. Ha, Mehmet, sen degina. Kulkem heli hiçi o'chmay turibdi. Menmi boya Sayfiddindan anglab chalib puchiq deb berdim. Balalar veliqlashib kulishyotdi. Muallimning ochig'i kelib kakirab, qo'llarini shiltib ketdi. Nemishqikin kulkemni faqatla to'xtatmadim. Ovoz chiqarib kulib etmaslik uchun levimni tishlab olgan edim. Bo'lmasa urib ketandikin tan. Muallim meni tillab etib, to'yiqsiz menga shiltiyotgan qo'liga qarab qoldi. Oy, o'zigim yo'qtirdi-g'o. Oy, mening o'zigim. Sen ostga qarab baqay, bamki. Oy, qarab baqay. Yo'q, men birganing ostiga kirib ketdim ya. Bu yerda bo'lmaydi, nima ish qiladi yerda? Muallimchi uyda unutib qolgan ekan. Shu emas, bu yerda yuturib qo'yib bizni ko'rdik. Yerning yanchiqda unutib qolgan, bizni tilay qanday ma'lum bu? U shundoq deginicha munbar yiniga berib, o'zi boyitin berib turgan, mongan yerlarni xeyli izlashtirdi. Oldi pashlardan bir nechasi berib izdishibmi ba'di texe. Lekin muallimning o'ziga sinf ichidan tepilmadi. Shuning bilan u bizlarga sinfdagi 42 bolaning hammasiga qayg'ili turdi. Birazinglar o'ynashib elib olgan bo'lsanglar, o'zikni qaytirib beringlar. To'yliq o'zikim edi u. Bekli qimmat o'zik. Ota-onanglar yerim yil ishlasimi to'lab bo'lolmaydi. Hozir o'zinglar topshirib bermay, keyin oqtirib tepib oladigan bo'lsam, herkes yüz xatir qilmayman. Biz sinfdagi olim o'g'ri bo'ldim ya. U qarab turibla bizni o'g'ri tutib Gerçi buningdan burunla shilapidek yo'g'on, sop-seriq bir oltin uzukni taqib yurganini ko'rgan bo'lsam-mi? Boya sinfga kirgandan boshlab butun diqqatim muallimda bo'lg'ashqa, tushdan keyindan boshlab u uzukni xonimning qo'lida ko'rmagandim. Shunga o'ylanmayli dedim. Xonim, uzuklarni boya mutallib muallimning ishxonasida tushirib qo'ylamiki? Yaxshi ko'nglimda hamdi. Topamiz ko'ngli yerim bo'ladi. Qimmat uzukkan yana kelib. Shu gapimning yordami tegib qolsa ajab emas deb o'ylaganman. Xonim o gapimni anglab, totirib, ko'zlari yo'g'inidi, ham jimmida turib ketib so'rdi. Nim dedim? Uzuklari mutallib muallimning ishxonasida qoldimiki deyman. Sizlar sinfga kirgandan boshlab qo'llarida yo'q u uzuk. Muallim chiroyini g'o'jjida purishtirdi. Ondan yonig'i burilgancha o'qdek yugurib sinfdan chiqib ketdi. Keyin anglasam, muallimning o o'ziga haqiqatan yangi keldaxon bilan
top tepgan ustal yenida tushib qolibdikanmish. Yangi kaldoxim bilan bizning muallimning shu turqi, shu ishlari xiyolimdan faqatli neri bo'lmay, bir tushdan keyinlik dars kallamga zodili tushmadi. Aqlimiz amdirak uyg'onayotgan chaqlar bo'lg'achqa ekan, u ishlar bakli ta'sir qilib ketibdi-kan menga. Shundan keyin xeyli zamonlargacha yo'llarda notunish ayollarni, erlarni ko'rsammi, ularni yangi kaldaxonning ishxonasida ko'rgan karomatlar ichida tasavvur qilib, zakamda buzilib yuribdi-kanman hozir o'ylasam. Aradan necha kun o'tib, maktabga bormaydigan bir dam olish kunimiz, mahaldagi bolalar bilan bizning uyning keyindagi shaptolliqda mehmondorchilik o'yini o'ynab qoldik. Sinfimizdagi Hörgül ismli qiz bola bizning tom qo'shnimizning qizi edi. Kasopatning oymaqdak eg'izining sol tarafida bir til qo'ziq tishi bo'ladigan. Kunsi yomon chiroyli bo'lib ketadi shu qo'ziq tishi bilan. Shu qiz bolaga ismini bilsammi amroqganman. Mundaq o'yinlarimizda u qiz doim men xotining bo'laychi deb turib oladi. O'zi tigay degandekin yo'q demaydim menmi? Shu kungi o'yinimizda yana u xotinim bo'ldi. Qiz o'g'il bo'lib, boshqa 4-5 bola yerni o'yib yasagan o'choqlarimizda daraxt yopirmoqlarini qazon, chini qoch qilib, ko'kat qiyoqlarni sayko'ktat qilib tamoq etib, o'zi mehmon bo'lib, ikkimizning to'yida qilib qo'ydi. Ular bizga to'yinglar muborak bo'lsin degandan keyin menmi xotinimni yetilab, baraqsan shaqlagan shaptolning ostiga ketdim. Kash bo'ldi dedik o'zimizcha. Xotinim bilan yetib, uxlab qolmoqchi bo'ldik. Men shaptol tubiga dövlab, do'ng chiqib qo'yilgan to'piga beshimni qo'yib yotdim. Hörgülmü kelib, yenimda yetib turib dedi. Undaq bo'lsa, ata onamizning uyiga berib kelamiz jumu? Anamiz deb mushundaq o'yinlarda hammamizga ona bo'ladigan, boyli hammaylarga bosh bo'lib, bizning to'yimizda qilib qo'ygan savodishimiz Nur Aloni da'vatatdi u. Gerçi o'yin bo'lsa-mu, xuddi rostdakli o'ynaydik. Menmi xotinimning gapiga ma'qullik bildirib, uxlag'ili yotdik. Hörgül yenimda, beligimga tekkizib yotadi. Shu hamalla eliq kuni yangi kaldoxim bilan bizning xonim ishxona eshigini ichidan taqab qo'yib, ustalda to'p tepgan ko'rinishlar xiyolimdan kechdi. Allaqanday qiziqish, g'alati bir istakning turtkisida shoppida yong'i o'rilib, Hörgülning ishtinini tortdi. Hörgül, Nima qilsa? ishtimni qilmayman. Ata qo'lingni. U shundoq debla qo'limni ittirib etdi. Lekin men teximi tirkishib, uning qo'lini qo'yib turib, ishtinni soldirib etdim. Hörgül chiyqirab, yig'lig'icha yerda bir siqim to'pini ilib, yuzimga chochdi. Voy ko'zim. Voy ko'zim. Nim bo'ldi, Huri? Shuni deyman, Huri, to'xtag'ina. To'xtag'ina nim bo'ldi sana? Nim bo'ldi, Huri? Nim bo'ldi? Ajib shug'lab ketdi-ku nim Shuni deyman, nim bo'lgandi. bo'lgandi? To'xtag'ina, Huri. U shundoq deb yig'lig'icha men ko'zimni ochamay tipirlab turgan vaqtimdan foydalanib, pokuldab yugurib, yiroqlab ketgandek qildi. Men to'pi kirib ichishib og'irbatgan, to'xtamay yosh qo'yilib turgan ko'zimni ming balolikda ichib, yo'lni oron ilg'i qilib o'ylig'i kirdim. To'p tuman talatimni, ham ko'zimni o'lab yig'lab turganimni ko'rgan onam qo'lidagi ishni tashlab oldimga yugurdi va meni quchog'iga ilib, ustivishimni qiqishtirib ketdi. Voy, nim bo'lding? Ha? Nim bo'ldi jinim balam? Kim urdi seni? Kim bilan urishding? Gap qila. Umtikim studiyasi. Anamning savollariga nima deb javob berishimni bilmay turganimda, yig'lab, yiqiqtab ketgan Hörgülni yetilginicha odam yeydigan ashaddiy alpozi bilan ig'onlab, onasi moysxocham darvozadan kiryotdi. Ammo umrimda manda qattiq qo'rqib ketgan yana bir kunimning borlig'ini bilmaymi juma. Bizning xonimdan o'ta eg'izi bola sat tura demay, gap deganni qilib turadigan xotin edi bu moysxocham. Qochaymi ya turaveraymi deb xiyolda qolganimda, moysxocham kilitli yoqamdan tutib silkishlab, sol yuzimga tassidi birini soldi. Bu sakisida buzilib qumashib qolgan shum.
Anang dadangning bola topganini ko'rganmi, harimi? Nima qizimizning ishtidan soldirib yurding, ha? Odam bo'lmaydigan eshak. O shundoq deb tillab qo'lini ko'zimga tiqivatgudek chinidi. Manda tayoq yesam yig'lab bo'laman dema. Varridi yig'lab onamning putlariga yepishdim. Nemish bo'g'inni bilinmay mangdab qolgan onam yana meni urush uchun qo'lini so'zib kelgan maysxo'chamni maydisidan ittirib etdi. Ay huy Maysxon, nim bo'lla nima? Nima bekadli yetim qo'zini o'ynagandek paloq-paloq tegib yurlar bu baliga? Gap bo'lsa, chiroyli desalar, balani qo'rqitmay. Boshqarammagan shumlarini boshqarib beray deyapman. Tug'ishni bilib, tarbiyalashni bilmagan hayosiz bolalarga obdan bir tarbiya qilib berman. Voy o'ssalar bir chatga. Haddillardan oshmasalar Maysxon, jim turib baginim bo'zak etsang bo'ladi deganim emasmi? Sizlarda ba ochiq, mendimi ba? Qo'yim tutmasda gap bo'lsa chiroyli desalar. Ma'qul, chiroyli dey. Erlar bilan birga kelganda, men kepsiz shumlarini boshqa bir adiyat qo'silib bo'ptikan. Xotin ishkilardan uyganganin ish qisilib, qizimning ishtidan soldirib yuribdi, bu zakisida buzilgan toz. Ay bola deganga kichigidan tatib odam bo'lishni o'rgatmay, eshak bo'lishni o'rgatamdiqmi shundaq? Shundaq qildingmi? Rost gap qila. Shundaq qildingmi? Shundaq qildingmi yo'q? Men Maktab berib valloh deydi. Mundaq chaqda rost gap qiladigan bo'lsam, onam maysxo'chamni o'tirg'izib qo'yib, o'zi bir qo'lliq urib berdi meni. Shuning bilan tinibli yo'q deb turib oldim. Yo'q deganimni anglab, onamni maysxo'chamni tillab, balamga tuhmat qilding deb chichangshib, eg'izini buzdi. Shunda qilib, ikki ayol bakli yomon tillashib ketdi. O'rgil ikkimiz onalarimizning kayinda yig'ilishib turaverdik. Onam bilan maysxo'chamning tillashqinini anglaganmi tang, tushdan xo'shillar kiribdi undarib balaqshib. Ulash-cho'lash kelib ikkalarni ayirib, maysxo'chamni so'rashtirib olib chiqib ketdi. Onamning eg'izi shuningdimi besiqmay, maysxo'chamning 70 pushtidan qo'yib, qor yomg'ir tillaverdi. Etizga ketgan dadam kimlarningdir xabar yetkazish bilan jidaldan xabar tepib qaytib ketdi. Uning nim bo'ldi degan savoliga onam chalvaqapli gapni boshladi. Voy, bu Maysxon degan jo'ndak kiribdi, seriq aslinini yitilab. Deyishcha bizning Mehmet Maysxonning seriq aslinini shaptulliq opirib ishtinini soldirgan chig'i va. Meningdan so'rasam unda qilmadim deydi. Xudun shundaq qilibdi deb kakirab, gap bo'lsa chiroyli desalar desam unimay tillab ketib bordi. Qarab turib asam bo'zak ko'di. Shuning bilan urushdi. Urushmasam qanday qilaman? Derdi chiqish tillab urvasa, qarab turib beraymansa? Onammi boshganmidi? Bizning uyda tayoqda dadam yomon bo'lgani bilan tillashdi onam yomon. Dadammi shu onamning gaplariga zodili chidamaganda ancha-muncha urib qo'ydi onamni. Hozirmi qarsam, dadam birini so'rsa onam 5 ga javob berib, dadamning chiroyi bara-bara qardig'ili turdi. Urushib ketmagaydi deb ansirab turibdi. Dadam menga obdan bir tikilib qarab atgandan keyin gus desib taloga chiqib ketdi. Onam dadamning kayindan vaqirabli qoldi. Nega barla? Voy adam, nega barla deyman? Xeyli uzun bo'lganda kirdi dadam. Chiroyi ko'mirdek qardab, pokandek isilib, tishlarini bazgakdek kosildi titrab, qo'lida qo'ziga oqlib etilgan bir dona chiviq dexe. Eshikdan qandoq kirdi ko'midim. Ushqandek kelgan peti meni yerdan yulib elibli ta'tirsiga qo'ltig'iga qisdi-da, yana bir qo'li bilan ishtimni soldirib etib turib, chalvaqab vaqirab ketdi. Men sen mushundaq odam bo'l deganman, ha? Yemay yegizib, kiymay kiygizib, nima desang shuni qilib berib e'tiborlab baqsam, xalqning oldida mushundaqmi yuzimni so'riq qilamsan sen, ha? Kichikkina turib, nima qilgan qilib o xalqning qizining ishtini chiqilib, ha? Mana sana yana chiqila, ha? Dadam qo'lidagi chiviq bilan ishtonsiz qasamga savig'ili turdi. Men dadam qo'ltig'iga qisqandili yig'lashni boshlagandim. Vaqirab, jaqirab, olamni beshimga kiysammi qo'yib bermay uriverdi dadam. Qiyo chiyalarimni anglab,
bakqi ko'ktat yug'ili chiqib ketgan onamni oldirab denab yenib kiribdi. Tayoq yeyotganimni ko'rib kelibli dadamning qo'liga ezildi. Voy bu nima qilganlari? Nim bolla bekadi. Urmaymi qilib bo'ladiga tarbiya deganni. Bolani qo'yib asini deyman. Hay dada sen unda qilmasizlar. Anam shundoq deginicha meni dadamning qo'lidan bo'shatib olmoqchi bo'ldi. Dadam chiviq bilan onamni urdi bo'g'ay. Voyjon, voyaylar bilan chiviq mendan ajrab kayni tarafimda taraslab ketdi. Dadam mening kosamni o'zining oldi tarafiga o'dillab qo'ltiqlab olgan bo'g'ashqa, dadamning koslarini quchoqlab qilib, onam tarafda bo'layotgan ishlarni ko'rmaydi. Onamning yig'lab, nola qilganlariga qaraganda, menga tegishli tayoqni u yavatadi. Dadam bir qo'lida meni qo'ltiqlab olib turib, mundoq dedi. Kashkichi yon besishni bilasan sen. Bola deganda tarbiya bilan cho'ng qilmasa, o'gin boshqa bola bo'ladigan gap. Desi qanot yepib meni tarbiya qilay ha qo'ymaysan. Endi obdan bo'lganda chekkini turib xalqning qizining ishtini esirib yuzimizni poqibdim o. Sen xotin onasi bo'lgan ekan, mendan yaxshiroq bilishing kerak-ku bunday ishlarni qanday tarbiya qiladiganni. O shundoq deb koyig'osh onamni qo'g'lab yurib urg'ili turdi. Onam mo yig'izor bilan dadamning oldiga tushib qechiyotdi ha qicha. Men lapangshib, paloqshib, so'kildab turman dadamning qo'ltig'ida. Shuncha haraj tatqucha yo bir meni qo'yib beray demidi. Onam ikkimiz yig'laymiz, bor kuchimiz bilan varqirab. Bir chaqda yana qo'shillar kirib ayribatdi jidalni. Shu kuni yerim kecha yig'lab chiqdim. Onamni uydan chiqmay yig'lab, meni bo'lishiga tillab dardini oldi. Shu ishdan keyin O'rgil bilan men faqatli o'ynamaydigan, maktabga manganda uchrashib qolsaqmi, yo mendan keyin qoladigan, yo oldimga chiqib ketadigan, menga faqat chiroy ochmaydigan bo'lib oldi. Eng yomon bo'lgani shu qitimqi ishton soldirish vaqasi qushqosh po'qida eg'izlangan qo'shnilarimizning ixtiyoriy muxbirlik qilishi bilan shu kunning o'zidili butun mahallaga pur ketgan bo'lib, barliq saboqdoshlar yuqori tuvan yilliqtikilarning eg'izda shuli gap moda bo'lib yuradi. Kimni ko'rsa shu gapni deb, shu ishni so'rab, to'la qizirib, chiroyimning peti qolmag'ili turdi. Qizlarning hammasi qechib yurdi texemendan. Xuddi shu tapning o'zidili beribli hammasining ishtini soldirib, shaptolliqqa ep ketadigandek. Odam jili bo'la, ish qilib, mo'shinchilik bo'la. Tas qoldi, shumay degan laqimim ishtonga o'zgarib qoldi.